Bugun mehmon chaqiramiz. Qo'shnilarimiz joysavotda qo'shilarni, ustalarni mehmonga chaqirmoqchimiz. Issiqqina ustalarga patir yopib beray deb qizil patir, oq patir qildim. Oq patirni sutga qarib oldim. Patirni maylash uchun miltir mayidan to'ng may qo'shib, oq may qo'shib, uchalasidan maylab oldim. Patirlarimni mo'shni qilib, pichir-pichir qilib yuvib oldim. Judayam zo'r chiqdi. Yumshoqqina yeb olsin ustalar deb. Issiqqina patir bilan salatam yaxshi ketadi deb salat ham tayyorlab oldim. Qarasam, badringlarim ham ko'payib qopti. Ularni ham bosib oldim orasida. Ovqat pishguncha. Mehmonlar ham kelib qoldi, ovqatni berdik, sho'rva etga, betga deb sho'rvasini ham berdik. Yoqimli ishtaha, like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar.